Nima? Siz bu haqida bilasizmi? Yana qanaqa ma'lumotlarni bilasiz? Bunday bo'lsa, men bilan yuring. Sizni ko'rganimdan xursandman. Ovchilar uyushmasining o'rinbosari Michael Connor bo'laman. Mening ismim Son Jinvo. Shunchaki Jinvo deyishingiz mumkin. Ha, yaxshi, men sizning tarjimoningiz bo'laman. Bu AQShning migratsiya hujjati bo'ladi. Bunaqa hujjatni o'qish uchun taxminan 2 yil ketadi. Yoki bu siz uchun maxsus. Shunchaki 1 soniya. Va siz AQSh fuqarosi bo'lishingiz mumkin. Xo'sh, bu taklifga nima deysiz? Bu sizga yoqdimi? Men Adam aytgan narsa uchun kelgandim. Ya'ni qayta uyg'onganlar haqida. Xo'sh, siz bu bilan mahoratingizni ham oshirishingiz mumkin. Nima? Nahotki bu narsa rost bo'lsa? Rostini aytsam, mening xotinim ham shunaqa qobiliyatga ega. Menga Selnerni chaqiring hozirroq. U qayta uyg'ongan. Va yana u ovchining darajasini yanada oshirishi mumkin. Iltimos, Selner xonim, unga uyg'onganlar haqida ozgincha ma'lumot berib o'tsangiz. Qayta uyg'ongan odamga qaraganda biroz boshqacha ko'rinyapti. Nima bo'lganda ham ehtiyotkor bo'lishim zarur. Siz bunga haliyam ishonmayapsizmi? To'g'ri, bir qarashda oddiy odamga o'xshab ko'rinaman. Lekin men qayta uyg'onganlarning qobiliyatlarini oshirishim mumkin. Ya'ni ularning darajasini. Lekin buni qanday ta'riflashni ham bilmayman. Potensial oshirishmi yoki majburlab? Lekin Selner xonim, to'g'risi men qayta uyg'onganlarning limitini va darajasini oshirishim mumkin. Va bu narsani tushuntirish juda ham qiyin. Men shunchaki sizning limitingizni va darajangizni oshirishim mumkin xolos. To'g'risi men bunga qanaqa nom berishni ham bilmayman. U to'g'ri aytyapti. Uning qo'lidan keladi. Biz buni avval ham sinab ko'rganmiz. Har 5-6 yilda faqat bitta odam qayta uyg'onadi. Va ayni siz qayta uyg'ongan bo'lsangiz, bu juda ham yaxshi. Nahotki bu narsa juda ham g'alati. Men bu haqida ko'proq bilishim kerak. Xo'sh, buni qanday qilish mumkin? Bu narsa